aytsam ishonmaysiz, mana buni qarang. U ana tegida mana bitta, mana ikkinchisi. Glushdi nima? Qotdi BYD Han L siz bu gibrid ekan. Eshitishim bo'yicha O'zbekistonga bir dona mana shu birinchi bo'lib kirib kelgan ekan. Hozir bitta like bosib qo'yilgan, olgan odam ham maza qilib ani elektr emas gibrid yo'qmi deganlarga men birinchi marta ko'rishim BYD Han L gibridini. Maxi full komplektatsiya degan. Orqada ham qarang. Ana o'rtada boshqaradigan panellari, sensorli, planshetlargacha bor. Xolodilniklargacha bor ekan. Undan tashqari sideniyada masajlargacha bor. Head-up display, полный panorama, Face ID. Yana nimasini aytib bor-ku, mana qarang. Avtoparkovkalargacha bor. Palasuvchidigan adaptivniy kruz kontrol. Nima kerak? Hammasi bor. Eng zo'r joyi bu gibrid ekan. Mashina aytdim-ku, yengil deb o'tirdi, 3000 km yurgan, 2025. Voy, mana eshigini og'irligini qarang. Gap yo'q. 3.9 sekund 0 dan 100gacha. Даже опорный diskalari ham такой perforatsiyali, ya'ni teshuvli. Mana shunaqa balonlar kerak bo'lsa, Asko do'konlariga borsangiz, ularga ham balon bor. Bilasiz, 12 razmerdan 21 razmergacha balonlar bor Asko do'konlarida. Kraskasi top-toza, ideal aytgancha bu benzinli mashina bo'lib, rastamoshka bo'lib, rastamoshkasi qimmat ham chiqibdi. Вообще qimmat bo'lib ketish kerak edi, lekin mayli qalblariga qo'l solib, srochniga 45900 ga ko'ndira oldik. BYD Han qidirib yurgan bo'lsangiz, Han L va Plus gibridni bunaqasi bitta sizda bo'ladi. Bitta bak bilan 1000 km davom shu yuraverasiz.